Ko'rinishingdan juda xotirjamsan. Uch qarg'ani ushlagan ko'rinasan. Sizniki ham yomon emas. O'zingizga ishonchingiz baland. Bu yerda faqat bitta uch qarg'a bor. Biz esa ikkitamiz. Aniq bir kishi g'olib, ikkinchisi esa mag'lubdir. O'tinaman tangrim, qizim uch qarg'a tutgan bo'lsin. O'tinaman tangrim. Uch qarg'a aniq Hueyni qo'lida. Go'zal qiz, yutgan pullaringni hammasini bus-butun qilib qaytarasan. Bunisi hali noma'lum. Agar men uch qarg'a tutgan bo'lsam, unda qimorxonadagi hamma pullarni berasiz. Taxminimcha pullaringiz yetmasa kerak. Xom xayolga berilma. Uch qarg'a qayerda ekanligini hozir senga ko'rsataman. Mana marhamat. Hozir senga ko'rsataman. Uch qarg'a qayerdaligini. Uch qarg'a? Uch qarg'a chindan ham Hueyni ekan. Uch qarg'a. Sen yutqazding. Tugadi. Bir kecha o'ynab yutganimizni bittada yutqazdik. Hammasi ketdi. Juda afsuslanarli. Shunday mahorat bilan ham yutqazding, qizaloq. Meni yutishingga bir baxya qolgan edi. Meni yutishing mumkin edi, ammo yutolmading. Uch qarg'a bo'lsa yutgan hisoblanadimi? Safsata qilma. Hozirgina qoidalar aytilgandi. Kim uch qarg'ani tutsa, o'sha g'olib deyildi. Hozir uch qarg'a Hueyni qo'lida. Sen yutqaz. Sizlar hali meni qartamni ko'rmadinglar. Ko'rish shart emas. Bitta qartada bitta uch qarg'a bo'ladi. Agar sendagi ham uch qarg'a bo'ladigan bo'lsa, unda sen nayrang qilgan bo'lasan. Qo'ling kesiladi. Menda qarg'a bo'lmasa ham uni yuta olaman. Bekorlarni aytibsan. Uch qarg'a bo'lmasa qanaqasiga yutasan? Qizim, biz yutqazdik. Boshqa tortishma. Yur keta qolaylik. Modomiki shunday deyotgan ekansan, juda qiziqib qoldim. Sen qanaqa qartani tutding? Bilgingiz kelyaptimi? Unda ko'zlaringizni katta ochib, yaxshilab qarang. Bilishni xohlaysizmi? Meni bu qartam sizni ko'zlaringizni o'ynatishi aniq. Borgan sari qiziqib ketyapman. Allaqachon yutqazding-ku. Yana oqimga qarshi suzmoqchimisan? Avvallari otam oilamizga g'amxo'r, ota-onasiga mehribon, turmush o'rtog'ini qadrlaydigan, farzandini jondan ortiq ko'radigan inson edi. Sen nimalar deyapsan? Oilamizdan baxt ufurib turardi. Erkin va shodon yashardik. Lekin senga o'xshagan lo'ttibozlar bilan qimor o'ynagandan keyin hammasi o'zgardi. Oilamizda kulgu ovozi eshitilmay qo'ydi. Oyim hatto o'z joniga qasd qilishga urindi. Nima deyapsan? Onang o'z joniga qasd qildimi? Qimorni deb oilamiz oila bo'lmay qoldi. Qimorni deb oilamiz xonavayron bo'ldi. Otamga o'xshagan minglab odamlar qimorni zulmidan jabr ko'ryapti. Oilalar buzilyapti, bolalar ko'chada qolyapti. Sen esa ana shu minglab oilalarni buzilishiga sabab bo'layotgan jinoyatchisan. Esdan og'ib qoldingmi? Buni menga nima aloqasi bor? Yoki bu gaplar bilan meni mag'lub qilmoqchimisan, ha? Men xato qildim. Qizim, hammasi meni xatoyim. Kechir meni. Dada, agar vaqt ortga qaytsa, yana qimor o'ynarmidingiz? Hech qachon o'ynamagan bo'lardim. Hech qachon o'ynamasdim. Yaxshi. Unda bugun sizni bu yerga olib kelishimni to'g'ri deb hisoblayman. Bas yetar. Befoyda safsatayni yig'ishtir. Qartayni ko'rmoqchiman. Yoki ochishga jur'at qila olmaysanmi? Janob, ko'zlaringizni katta-katta ochib yaxshilab qarang-chi. Bu nima qarta ekan? Hech qayerga qochib keta olmaysan? Ha? Hech qayerga qochib keta olmaysan? Sen nima demoqchisan? Qocha olmaysan demoqchiman. Seni olib ketishga kelishadi. Rasvo bo'ldi, qochdik. Hech kim joyidan qimirlamasa. Hueyni yer ostidagi qimorxonasi tegishli idoralar tomonidan yopib qo'yildi. Jaohu, Ligong va boshqalar noqonuniy qimorxona ochish kabi jinoyatlar bo'yicha umrbod qamoq jazosi va uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilishga hukm etildi. Oxirgi taomimiz ham tayyor bo'ldi. Marhamat. Dada, oshpazlik mahoratingiz yana ham oshibdi. Tezroq totib ko'raylik. Qani olinglar. Qimor bu bir inson hayotini, butun bir oilani osongina barbod qiluvchi ofatdir. Go'yoki yovuz maxluq kabi
har bir kishiga istalgan payt hujum qiladi. Baxt, kulgu va quvonchlar hammasi bunday insonlarni asta-sekin tark eta boshlaydi. Oxir-oqibat bor budidan ayriladi. Uylar buziladi, oilalar parokanda bo'ladi. Behisob ko'z yoshlar, achchiq saboqlar shuni ko'rsatadiki, eng to'g'ri yo'l bu qimor o'ynamaslikdir. Eng to'g'ri yo'l bu qimor o'ynamaslik.